Ekranda ko'rib turgan birinchi testingizni videoni to'xtatgan holda ishlab ko'ring va ishlab bo'lganingizdan keyin Xo'p, agar videoni to'xtatib ishlab ko'rgan bo'lsangiz, birinchi testning javobini 80% holatda ko'pchilik 100 ta olgan bo'lishi kerak. Va bu mavzuni yaxshi bilgan odam, yaxshi tutadigan odam, demak bu yerda to'g'ri javob deyligini biladi. Ya'ni bu yerda A va B javoblarimizda to'g'ri keladi. Nega shunday bo'ladi? Sababi avvalambor 100 tadan boshlab tushuntiraman. 100 tani bilmagan o'quvchilar ichimizda bo'lsa, 100 ta buni bilamiz. Avvallari larda, arda qo'shimchamizga to'g'ri keladi. Demak, 100 ta avvallari larda degan ma'noda bildiradi va buni biz ko'pincha grammar o'rganib olganmiz. Buni speakingda qachon qo'llay olishadi o'quvchilar? Hayotidan savol berilganda, hayotidan misol olib gapirayotganda, ustozi to'g'rilab ketganda ishlata boshlaydi va shundan keyin uni aktivlashtirishadi. Yuzuttu avvallari larda degan ma'noni bildiradi. Masalan, siz o'tmishingizda aytaylik, qachonlardir sizning o'rtog'ingizning jahli chiqsa, burni qizarib ketardi. Burni qizarib ketardi. Ketardi degan joyimiz yuzuttu ga to'g'ri keladi. Chunki yuzuttu avvalambor uzoqroq o'tmishda bo'lgan voqeani bildiradi birinchi. Ikkinchidan, magan bo'lishi, ko'rsatilmagan bo'lishi kerak. Masalan, o'tgan yili o'rtog'imni jahli chiqqanda burni qizarib ketardi yoki o'tgan yili Annaning uzun sochi bor edi. Bu gaplarda yuzuttuni ishlata olmaymiz. Yuzuttu biz uchun qandaydir o'tmishlarda qolib ketgan shirin xotiralarni yoki yomon xotiralarni eslaganda ishlatilishi kerak bo'lgan so'z. Buni hayotdagi misollar bilan o'rganib qolish kerak bo'ladi. Yoshligimda adam bizni uydan chiqarib qo'yardi urushganda, masalan, salbiy gaplar yoki kimdir yoshligimda biz dovcha o'g'irlardik qo'shnimizning bog'idan. Shunga o'xshagan gaplarda yuzuttuni ishlata olamiz. Yuzuttudan keyin asosiy grammatik struktura sifatida sizga o'rgatishgan. Yuzuttudan keyin biz verb 1, ya'ni fe'lning birinchi shaklini, bear verbni, ya'ni to'siz verbni olamiz. Chunki yuzutning ichida to'si bor va mana shuni ishlatsangiz bo'ladi. Use it to do something. Lekin buning chestni sinonimi hisoblanadi would. Ya'ni would yuzuttuga sinonim sifatida ishlatilib, wouldning ma'nolari juda ham ko'p. Biz uni unreal gaplarda ko'p ishlatamiz. Future in the pastlarda ishlatamiz. Modal fe'llarda bor. Wouldli iboralar bor. Masalan, would you like kabi, to'g'rimi? Demak, bu yerda yuzuttuga chestni sinonim hisoblanadi va biz bemalol yuzuttuni o'rnida wouldni aytishimiz mumkin ekan. Ya'ni when I was angry, I would shout at anybody I encountered. Yoki when I was angry, I used to shout at anybody I encountered deyishimiz mumkin ekan. Mana shu holatda D javob to'g'ri bo'ladi. Endi yaxshi, yuzuttu bilan would sinonim ekan. Ikkinchi testni ishlab ko'rishni tavsiya qilaman. Videoni shu joyida to'xtatib, ikkinchi testni o'qib, javobini ishlang. 70% odam D javobni oladi, lekin afsuski bu yerda D javob to'g'ri kelmaydi va bu yerda to'g'ri javob A bo'ladi. Sababi nega? Chunki yuqorida hozirgina yuzuttu bilan would sinonim va ularni bemalol ishlata olamiz dedik-ku. Bitta farqi bor bularni. Yuzuttu bilan would chestni sinonim bo'lgani bilan biz woodni holat fe'llari bilan ishlata olmaymiz. Demak, holat fe'llari bilan would kelmas ekan. Mana bu gapimizda when I was a young boy, qachonki men yosh bola bo'lganimda, I used to love a pretty girl with curly hair. I would love deya olmas ekanmiz. I still remember with smile. Men hali ham uni tabassum bilan eslayman. Yoshligimda men bir chocha jingali qizni sevar edim, uni hamon eslayman. Demak, used to would lardim degan ma'noni bildirar ekan. Uzoq o'tmishimizda used to hamma fe'llar bilan ishlatila oladi, lekin would holat fe'li bilan kelmaydi. Endi keling, buni grammatik asosda o'rgandingiz. Speakingda, writingda ishlatmoqchi bo'lsangiz qanday ishlatishingiz kerak? Birinchi o'rinda biz buni miyamizda saqlanib qolishimiz kerak, o'rnatib olishimiz kerak. Buning uchun hayotingizdagi misollardan aytishimiz kerak bo'ladi. Masalan, ichimizda kim bor yoshligida qo'shnisining bog'idan xom gilosni, olchani yoki xom dovchani o'g'irlamagan. Ko'pchiligimiz shu ishni qilganmiz, shaxsan o'zim ham shunday qilganman. Masalan, shu misolda o'zingizga aytib yozishingiz mumkin. Whenever I was a teenager. I used to steal unripe apricots from my neighbors. Okay, Amerikancha versiyonda turibdi kompyuterimiz, shu uchun xato ko'rsatdi. Neighbors garden. Yoshligimda qo'shnimning bog'idan pishmagan o'rik, ya'ni dovchani o'g'irlar edim degan gap berildi. Demak, I used to, shu yerda I used to ni ishlatdik biz. I used to steal, o'g'irlar edim. Shu joyda would ni ham ishlatishingiz mumkin. I would steal ketishingiz mumkin bo'ladi. I would steal deb ketishimiz mumkin. Okay. Demak, bular ikkovligi sinonim bo'lar ekan.
Endi use to'ni biz ishlatamiz, faqat would ni ishlata olmaymiz dedik, holat fe'llari bo'lganda. Masalan, sinfdoshlaringiz yoki kursdoshlaringiz orasida eslaysiz, bitta mana shunaqa ismli bola bo'lardi yoki qiz bo'lardi. Doim doskaga chiqsa, uyalib o'tirardi, uyalib qolardi yoki birorta so'z berilsa, uyalib qolar edi degan narsalar bo'ladi. Shunga o'xshagan gapni aytishingiz mumkin. There was a girl, name it or called, ismli, name it. Okay, Anura ismli qiz bo'lardi guruhimizda. She used to be ashamed of people, masalan odamlardan uyalardi, when she was speaking. U gapirayotganida odamlardan uyalib ketar edi. Used to be bizda holat fe'li, be ashamed of, uyalish ma'nosida kelgan. Bunda bo'layotgan would ni ishlata olmaymiz. Shunga o'xshagan misollarni o'zingiz hayotda ko'proq keltirishingiz kerak. Endi speakingda siz social bo'lgan mavzularni, ya'ni common mavzularda gapirasiz. Writingda esa, masalan, sizga essay tushib qoldi. Avvallari odamlarda mehr-oqibat ko'p bo'lar edi, hozirgi kunda odamlar bir-birini tanimaydi yoki juda ko'p essay aylanayapti. Hozirgi kunda avvallari odamlar kichkina qishloqlarda mehr-oqibatli bo'lib yashashgan, hozirgi kunda juda katta shaharda zich joyda yashashadi, lekin bir-birligini tanimaydi. O'sha gapni aytmoqchisiz. Avvallari odamlarda mehr-oqibat bo'lardi degan joyni kiritib aytmoqchisiz. O'sha qishloqda yashaganda odamlarda mehr-oqibat ko'p bo'lar edi degan narsani aytmoqchisiz. Okay, people, odamlar used to have to be kind and loving. Odamlar mehribon va oqibatli degan ma'noni bildiradi. Mehr oqibatli bo'lishgan avvallari. Beforehand yoki before deyishingiz mumkin. Before. But yoki however ishlatish mumkin nuqta bilan. But today deb buyog'ini davom etasiz. Lekin bunday narsa hozirgi kunda uchratish juda ham qiyin. Use it to be kind. Mana bu so'zning essaylaringizda juda ham az qoladi. Okay, if you have any questions about this theme, you can write on the comments. Agar sizda qandaydir savol yoki shu bo'yicha muammo bo'lsa, kommentlarda yozib qolishingiz mumkin. Go'zal English Channel 7:24 doim xizmatingizda.